O'zbekiston Avstraliya futzal bo'yicha Osiyo chempionatida hamyurtlarimiz Avstraliya termasini mag'lubiyatga uchratdi va 3 ochko sohibiga aylanishdi. Avvaliga Avstraliya jamoasi 2 gol urib oldinga chiqib olishdi va Avstraliya amalda g'alabaga erishgandek ko'ringan edi, ammo vakillarimiz ketma-ket 4 gol urgan holatda Avstraliyani butunlay tormor etdi do'stlar, va bu o'yin ajoyib chiroyli o'yin bo'ldi. Birinchi turdagi durangdan so'ng bu muxlislarimizga ajoyib sovg'a bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Do'stlar, keyingi turda Yaponiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushamiz va Xudo xohlasa bularni ham mag'lubiyatga uchratib, to'g'ridan to'g'ri o'zimizni kuchimiz bilan keyingi bosqichga chiqamiz degan umiddamiz. Hammaga omad. Bizni kuzatishda davom eting, videolarimizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.